Assalomu alaykum. Xudo xolasa atachentolar tortishni boshladik. Patologiyalarda atachenton bitta ko'rishlarimiz mumkin. Fakturalarni, zo'rlarni. Sonda atachento qarang. O'zgarishlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Guli ham yaxshi chiqyapti. Guli ham yaxshi chiqyapti. Oppoqligi ham juda yaxshi. Azizlar, mana xudo xolasa mehmonxonamizda ishlarimiz deyarli yakunlanyapti. Atachento turli ishlarini boshladik, xudo xolasa. Atachento kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa chiroq yetkazib beramiz. Cheklanmagan miqdorda. Qanaqa desalar ham xudo xolasa oldinga chiqqan atachentolardan ham, uning ham o'zining firmasi atachento chiqqan oldinlardan ham hozir bu yangi chiqib turganlari oqligida ham, keyin tortilishida ham ancha farq bor. Xudo xolasa ancha o'zgarish katta. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar, yetkazib beramiz. Mana tegalarga sepilgan shu atachentodan suyultirib sepganmiz. Blesklarni ko'rishlaringiz mumkin. Yaltirab juda chiroyli chiqdi. Hozir bundan turli qilamiz. Bu patologiyalar shu Megamix firmasi mayda qimmat atachentosi bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Turli bo'lyapti, xudo xolasa buni ustida yana ishlari bor. Buni bitgandan ko'rsatamiz.